Arendaga kvartira qidiryaptidingizmi, opa? Ha, shu oydan chiqishim kerak. Tinchlikmi? Nima so'rayapsan? Sentrdan 2 xonali uy chiqib qoluvdi. Kelsangiz bir ko'rsatardim. Qimmat emasmikan? An maklerskiy yo'qmi ish qilib? Shu turistlarga ko'ndirsa bo'lsa kerak. Naklerskiy yo'q. Tanishimniki. Mayli, qara. Bo'lmasam-chi, sen menga lokatsiya tashlagin, men 1 soat 1,5 soatda o'taman, xo'p? Xo'p, opa. Ikkinchi uylar muborak bo'lsin, adasi. Rahmat, o'zingga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Endi arendaga berib qo'ysa 3-4 so'm kelib turadi deb oldimda. Adasi, qarang, opajon kvartira qidirib yuruvdilar. Opangizga berib olsaychi? Jinnimisan? O'zim opamdan pul olgan hijolat bo'laman, voy. Kvartira o'zimiznikiligini aytmasangiz bilmaydilar. Bemalol o'g'rasi bo'ladi. Endi o'zimizniki deyman-da. Yomon pishiqsan, a? Sizga foyda bo'lsin deyman-da. Oyligimni oldindan olsam bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Tinchlikmi, nimaga? Yangi kvartiraga chiqadigan bo'lib qoldim-da, to'lovi oldindan ekan. Shunga agar ilojisi bo'lsa. Bizda oldindan berilmaydi. Hali oyda oxirigacha ishlaysizmi, yo'qmi? Rahmat. Ukamni o'zidan so'rab Alo. turaman. Vanna bilan tualeti razdelni ekan yaxshi. Jiyanlarim o'qishiga ham bu yoq yaqin bo'lsa kerak, adashmasam. Remontlari ham yangigina ekan. Faqat $400 ko'narmikin? Ukangiz o'zlari gaplashib hal qilib beradilar, opajon. Bu yog'i oshxonasi, mebel texnika hamma narsasi bor ekan. Bemalol ertadan ko'chib o'tsangiz bo'ladi, opa.